Hürmetli radyo anlıqçılar, anlavatqanыңlar tarix ve bugün sahibimiz. Mikrofon aldıdı mən Ümidvar sizler bilen birge. Tarix ve bugün sahibimizin bugün kısmında Uygurlar ve Uygur rayonunun besip ötken siyasi musafirlere ait hazırlanan programma diqqətinizdə buludu. Kəni mərhəmət, diqqətinizlə tarix ve bugün sahibimizde bolsun. Özbekistan Pella Akademiyasının yetakchi tadqiqotchisi, professor, tarix fanlari doktori, boshlang'ich va o'rta maktablarni 1950-yillarda Uyg'ur elida tamomlagan, sobiq Sovet ittifoqi davrida Moskvada tarix fanlari doktori unvoniga erishgan 20 dan ortiq kitobning avtori, ömür bo'yi Xitoy tarix manbalari bo'yicha O'rta Osiyo va Uyg'urlar tarixini tadqiq qilgan Abdulat Xo'jayev apandining qarashicha Uyghur diyarı Uyg'urlar etnik jihatdan paydo bo'lgan va rivojlangan asosliq joydir. U qadimgi Xitoy tarix manbalarida qayd qilingan necha o'nlagan qabilalar ichida Yoji yoki keyingilar Yovchi deb atagan qabilaning amaliyotda O'g'iz so'zidan kelib chiqqanligi, uning bevosita Uyg'urlarning etnik manbasini tashkil qilganligini o'ttirib qo'ydi. Hürmetli Abdulat Xo'jayev efendi, siz yaxshi bilasiz, Xitoy hukumat e'lon qilgan mushu Xinjiang tarix aqtash kitobida Uyg'urlarning etnik manbasi va kelib chiqish tarixi qisqacha ko'rsatilgan. Va bu kitobda o'xshashlam Uyg'urlarning bu etnik manbasi, etnik taraqqiyot tarixi Uyg'ur diyaridan ayirib tashlanib, 9-asrda Uyg'urlar faqat Mong'oliyadan bu joyga ko'chib kelgan degan ko'z qarash o'ttirib qo'yilgan. Sizningcha bu qarash to'g'rimi? Siz buning qanday qaraysiz? Keyingi paytlarda ko'p tarixiy asarlarda uchratishimiz mumkin. Bu Sharq Turkistonga Uyg'urlar shimoldan ko'chib kelgan degan qarashlar ko'zga tashlanadi adabiyotlarga agarda qaraydigan bo'lsak. Bo'libmi Xitoy olimlarining asarlarida bu qarash nihoyatda keng tarqalgan. Lekin shu Xitoy manbalarining o'zini agarda sinchiklab tarjima asosida emas, asliyat asosida o'rganganimizda birmuncha masala aniqlanadi ekan. Uyg'urlar aslida Sharq Turkistonda yashagan, Sharq Turkistonda yashab, ularning bir qismi keyin bu 4-5-asrlarda shimolga ko'chgan va u yerdagi boshqa turkiy qabilalar bilan birlashib Shimoliy Uyg'ur guruhini tashkil qilgan. Mana bular Uyg'ur xaqonligiga asos solgan, Uyg'ur xaqonligiga endi keyin shu 30 qabilaning hammasi demak kirgan. Bu 30 qabilaning bir qismi Sharq Turkistonda, bir qismi demak Mong'oliya hududida, Xashi koridorida, Altayda yashagan qabilalarmi bu yoqqa kirgan. Yana bir savolim, Uyg'urlarning etnik manbasi haqida hozir dunyodagi tarixshunoslar orasida har xil ko'z qarashlar mavjud. Burundan tortiblar shunday har xil ko'z qarashlar mavjud bo'lib keldi. Xitoy tarixchilari bu vaqtda o'ziga xos ko'z qarashlarga ega. Uyg'urlarning tüp etnik manbasi haqida sizning o'zingizning tadqiqotingiz qanday? O'zingizning qarashlaringiz qanday? Uyg'urlarning etnik ildizlari haqida so'zlaydiganmiz. Avvalo Uyg'ur degan so'zning etimologiyasi haqida bir aniqlik kiritib o'tish kerak deb o'ylayman. Uyg'ur so'zi kelib chiqishi, ya'ni etimologiyasi haqida turli fikrlar bor. Biz bu fikrlar haqida to'xtab o'tmaymiz. Ammo bizning tadqiqotlarimiz natijasida shunday xulosaga keldikki, Uyg'ur so'zi Uy-O'g'uz, ya'ni uyushgan o'g'izlar degan so'zning qisqartirilgan shakli. Qadimgi turkiy tilda z rga aylanishlar oddiy bir masala bo'lgan. Shuning uchun bu yerda Uy-O'g'uz oxiridagi z harfi rga aylangandan keyin r deb talaffuz qilinsa, O'g'uz so'zi Uyg'ur bo'ladi. Uy-O'g'ur. Keyin Uyg'ur qisqartirilgan shakli Uyg'ur bo'lib ketgan. Masalan, Uyg'ur xaqonligi davrida Uyg'urlarning tarkibida 30 qabila bo'lgan. Shu jumladan Qorliqlar, Chigil, Sirtardosh, yana bir qancha boshqa turkiy qabilalar. Bu qabilalarning birinchi birikmasini Xitoy manbalarida 9 tili debmi ataydi, 9 O'g'iz debmi ataydi, 9 Uyg'ur debmi ataydi. Keyin bularga boshqalar qo'shilib hammasi 30 dan oshgan. Bu bizning asarlarimizda alohida bu vaqtda bir ham bu iyerogliflar bilan yezilishi, ularning
zamonaviy o'qilishi, qadimgi o'qilishi hammasi berilgan. Endi yuqorida siz bu Uyg'ur so'zi bilan O'g'iz so'zini bir deb qaradingiz. O'g'iz so'zi bilan Uyg'ur so'zini birlashtirib sizning endi yuqorqi tushuntirishingiz bo'yicha Uyg'ur so'zi bilan O'g'iz so'zini birlashtirib qaraganda Uyg'ur degan so'zning aslisi O'g'iz bo'lishi kerak ekan. Undaqda mushu O'g'iz so'ziga bevosita bog'lanadigan qadimgi bir qabila qaysi qabilani mushu bevosita qadimgi O'g'iz so'zi bilan bog'lab tushunish mumkin. Endi buni nayt ko'p isbotini keltirish mumkin. Xitoy manbalarining o'zida ko'rsatishicha miloddan oldingi 176-174 yillari Yueji deb hozirgi zamon Xitoy tilida Yueji deb atalgan davlat va uning aholisi nazorat qilgan joy Sharq Turkiston va hozirgi Xeshi koridori yo'liga va Ordos shu joylarni nazorat qilgan va bu davlat xonlik desak bo'ldi, podshohlik desak bo'ladi. Bular 7 asr davomida ta xunlar kuchayib, bularni hokimiyatdan ag'dirg'incha bular demak nayt cho'ng hududda faoliyat ko'rsatgan va shu hududdagi qabilalarni nazorat qilib turgan. Tadqiqotlarimiz natijasida ma'lum bo'ldiki, Uyg'urlarning o'q ildizi bu O'g'izlar. O'g'izlar bularning yashagan joylari hozirgi Sharqiy Tangritog' yaylovlari, ya'ni hozirgi Urumchi atrofidagi yaylovlar va Barkol atrofidagi yaylovlar shu oralikda yashagan ot baqish bilan shug'ullangan qabila. Ya'ni bu yo'ji deganda bir urug' yoki bir qabilani ko'zda tutish kerak emas. Bu ko'p qabilalardan iborat bo'lgan bir qabila guruhini ko'zda tutish kerak. Ya'ni bu Xitoyning bugungi tilida, hozirgi zamon Xitoy tilidagi bu qadim qabilalarning o'qilishi bilan amaliyotda shu vaqtlarda, ya'ni milodining oldingi asrlarida va keyingi shu davrlar, hatto o'rta asrlardagi Xitoylarning tillaridagi o'qilishida farq bo'lishi kerak. Shundaq deb qaramsiz? Yueji so'zi qadimgi o'qilishda Xitoy manbalarida keltiriladigan izohlarga qaraganda u birlamchi manbaning matn orasida izohlar keltiriladi. Mana shu izohlarga qaraganda Yueji atimisi qadimda Rudziye deb o'qilgan. Bu Yueji atimisi qachon muomalaga kiritilgan degan savolmi turdi. Yueji atimisi miloddan oldingi 3-asrning 2-yarmidan boshlab muomalaga kiritilgan. Abdulhat Xo'jayev efendim, siz yuqorida tilg'algan Xitoy manbalarida xotirlangan Yueji, ya'ni keyingi ba'zi Uyg'ur tarixchilari masalan Turg'un Almos qatorliqlar ularni ulug' Yovchilar deb atagan. Undan oldingi 700 yil davomida, ya'ni Yueji davlati mavjud bo'lgan paytida bu Yueji atimisini yezish uchun Xitoylar yana boshqa iyerogliflarni ishlatgan. Bu iyerogliflarning qadimgi o'qilishiga e'tibor bersak, asosan bu iyerogliflar Nguziye degan talaffuz etilgan iyerogliflar ekan. Lekin bu iyerogliflarning zamonaviy o'qilishiga e'tibor berilsa, umuman O'g'iz so'ziga zamonaviy talaffuzi yaqin kelmaydi. Hozirgacha bo'lgan tarjimalarda, tadqiqotlarda shu iyerogliflarning qadimgi o'qilishiga e'tibor berilmaganligi tufayli bu atima Yueji atimisi tarixiy asarlarga tarjima Xitoychadan rus tiliga qilingan tarjimalarga yoki Yevropa tillariga qilingan tarjimalarga kirib ketgan. Shu tarjimalar orqali olimlarning asarlariga kirib ketgan. Bularni masalan Uyg'ur tilidagi adabiyotlarda yovchi deydi. Bumi demak yovchi degani uncha to'g'ri kelmaydi. O'g'iz so'ziga yaqin kelmaydi bu.
Endi siz Xitoy tarixi manbalarini yaxshi tadqiq qildingiz, bir ömür shu tadqiqot bilan shug'ullandingiz. Xitoy tilini ait cho'nqur yaxshi bilasiz. Sizning o'zingizning tushunishingizcha, sizning shu yo'jilarni o'g'iz deb atishingiz va ularni Uyg'urlarning bevosita etnik yiltizi deb qarashingizdagi asos faktlaringiz qanday? Hozir afsus ekranda bo'lganda men hamma hierogliflarni ko'z tutishim mumkin edi. Uni hozir ko'z tutishning iloji yo'q. Lekin bu hierogliflarning o'qilishi, qadimgi o'qilishi o'g'uziye degan so'zning xitoycha talaffuzi ekanligi aniqlandi. Yo'ji qadimgi o'qilishda boshqa hierogliflar bilan yozilgan ngo'ziya, ya'ni o'g'uziya bu davlat nomi ekan, lekin bu davlatning nomi ikki so'zdan tashkil topgan. Birisi oldingisi o'g'uz, ikkinchi so'z yer, zamin. O'g'uzlar yashaydigan yurt, o'g'uzlar yashaydigan zamin. Mana bu so'zni etimologiyasidan kelib chiqib biz demak bu yo'ji degan so'z, ya'ni oldin burun boshqa hierogliflar bilan yozilgan so'z, shu o'g'uzlar yurti, o'g'uzlar makoni, o'g'uzlar yashagan zamin degan so'z ekan. Demak, buning asosida etnonim sifatida yo'ji nima o'g'uz turibdi. Ularning yashagan yeri, demak, joy, yer, yurt degan so'zni ifodalagan yer so'zi turibdi. Lekin Xitoy tili shundoq tilki, u hierogliflar ishlatilgandan keyin Uyg'ur tilida, boshqa turkiy tillarda so'zlarni oxiriga qo'shimcha qo'shiblar shakllantirib aniq ifodalash mumkin so'zlarni. Lekin Xitoychada undaq qilib bo'lmaydi. Ma'nisi u so'zni yozishda Xitoylar ba'zan yaxshi ma'noga ega bo'lgan hieroglif ishlatgan, ba'zan yomon ma'noga ega bo'lgan hierogliflarni ishlatgan. Mana shuningdan farq qilib qolishi mumkin. Shu yo'jidan miloddan oldingi 3-asrdan oldin ishlatilgan hierogliflarning orasida ishlatilgan hierogliflarning ichida maymunni ifodalagan hieroglif ham ishlatilgan. Endi xullas bu qaysi hieroglifni ishlatilganligidan qat'iy nazar Xitoylar shu o'g'uziya so'zini xitoycha hieroglif bilan ikki hieroglif bilan yezib qoldirishga harakat qilgan. Endi yo'jilarga oid endi tushunarlik bo'lsin deb men hozirgi zamon talaffuzini aytyapman. Andaqda sizning shu yakuningiz bo'yicha Uyg'urlarning ajdodlari bo'lgan yo'jilar, ya'ni o'g'uzlar, shu qadimgi tarim vodisi, Ko'nchi daryo vodillarida yiroq qadimgi davrlarda yashagan shu insonlar bilan bevosita bog'lanishliqmi? Mana shu asosda o'ylaymanki, shu Taklamakan cho'li atrofida, Ko'nchi daryosi atrofida yashagan odamlar bu cho'lning doirasi kengaygandan keyin quruqlik nihoyatda havoning quruqligi eshib ketgandan keyin bular salqin joylarga, ya'ni tog'larga, dalalarga ko'chgan bo'lishi mumkin. Ko'nchi daryosiga eng yaqin bo'lgan joy qaya deb qaraydigan bo'lsak, ya'ni Sharqiy Tangritog'ning shu Urumchi atrofidagi joylardan ta Barko'lgacha bo'lgan joylardagi yaylov joylar, salqin tog'liq joylar shu bo'lishi mumkin, eng yaqin bo'lgan. Tarixiy manbalarni bo'libmi Simachenning asari tarixiy xotiralar va Banguning asari Xanshuni matnlarini bir-biriga selishtirib ko'rdik. Shu yo'jilar tilga ilinadigan joylarini. Yo'jilarni, ya'ni o'g'uzlarning uzoq o'tmishdagi kelib chiqishi shu Taklamakan cho'lidan tepilgan jasadlarga berib taqiladi degan hozir fikrga kelib turibmiz. Endi albatta buni shu hali aytganimdek DNK'sini aniqlagandan keyin yana ma'lum bo'ladi. Uyg'urlarning etnik kelib chiqishi, etnik manbasi va etnik manbaga boshqa qabilalarning qo'shilib kengayish taraqqiyot tarixi jarayoni butunlay shu Uyg'ur eli bilan munosabatlik, ya'ni Uyg'ur bilan keyingi vaqtlardagi va eng qadimgi bo'lgan bu o'g'uz atalg'usi ikkisi bir qavm demoqchimisiz? Yakuningiz shundaqmi? Aniq ayta olamizki, Uyg'urlarning azaliy eng qadimiy etnik manbai shu o'g'uzlarga berib taqiladi. Qolgan
keyingi Uyg'urlar tarkibidagi qabilalar keyinroq tarixiy sahnaga kirib kelgan qabilalar. Xitoy manbalarida yana Oğuzlar keyin Uyg'ur deb ataldi. Ya'ni Xitoycha, masalan, Yuanhe, Weihe degan hierogliflar bilan yozilgan Uyg'urlar shu ilgari Oğuz deyilgan, keyin Uyg'ur deb ataldi degan ko'rsatmalar bor. Shuning uchun biz Uyg'urlarning o'q ildizi Oğuzlar. Bular Sharq Turkistonda, ya'ni aniqrog'i Sharqiy Tangritog' yaylovlarida yashagan, ot baqishga moslashgan etnik guruhlar, qabilalar. Bular miloddan oldingi 1-ming-yillikning boshlarida podshohlik tashkil qilgan nazorat doirasiga hozirgi Sharq Turkiston, Xeshi koridori, Donxuan, hatto Ordos ham kirgan. Hörmətli dostlar, yuqorida sizlar tarix va bugungi sahifamiz bilan tanishdinglar. Xayr xo'sh, bu programmani Umidvor hozirladi.